Assalomu alaykum hammaga. Bugundan biz real masalalarni ko'rib, uni tahlil qilishga o'tamiz. Bunda biz o'tgan 2025-yilda Xitoyda bo'lgan masalalarning tahlilini ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib biz qadimiy rasm, ya'ni kartina haqiqiyligini aniqlovchi masalani ko'ramiz. Demak, masala sharti quyidagicha. Demak, siz sun'iy intellekt bo'yicha ancha vaqtdan buyon o'rganyapsiz. Bizda esa qadimiy masalalarda, rasmlarda esa haqiqiy va nusxa, ya'ni soxta ekanligini aniqlovchi algoritm tuzish kerak ekan. Xo'p, bunda bizda nimalar bor? Demak, dataset berilgan, ya'ni training berilgan va validation, tekshiruv to'plami va test sinov to'plami berilgan. Trainingda esa demak 3ta, demak 5ta ustun bor, 6-chi ustunda esa 3ta chiquvchi ma'lumot bor. Demak, bu degani nima degani? Demak, 5ta input bor va 3ta output bor degan. Xo'p, demak, talablarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, validation va testlarni, CSV fayllarni o'zimiz yaratgan modelimiz bilan o'qitib, demak, submission faylni berishimiz kerak. Bunda esa submission.zip fayli hosil bo'ladi va demak, birinchisi submission A bu validationdagi to'plamda hosil bo'lgan faylimiz va submission B esa testdagi hosil bo'lgan CSV faylimiz ekan. Xo'p, demak, ball berish juda ham oddiy. Demak, aniqligi quyidagicha aniqladi. Demak, to'g'ri bashkor qilganini biz umumiy baholar, baholangan namunalar sonini bo'lamiz va men oldingi darsda aytganimdek, bu yerda tayyor bizga baseline modelni beryapti. Xo'p, bunda bizdagi qiymatimiz 0.46 ga teng ekan. Endi keling, biz asosiy Google Colab'da bu masalani ishlab ko'ramiz. Xo'p, buning uchun biz birinchi bo'lib Google ga kiradigan bo'lsak, demak, bu yerda bizda Google Drive bor. Google Drive yordamida biz masalalarni ishlashimiz mumkin bo'ladi. Va bizga Google tomonidan juda kuchli serverlarni teginga taklif qiladi. Bu yerni bosamiz mana. Demak, bu yerda mana Google Drive bor va boshqa bizga applicationlar bor. Bizga Google Drive kerak. Xo'p, siz ham xuddi shuni bosib kirishingiz mumkin bo'ladi. Men esa mana o'zimning orqamga kirganman. Demak, Google Drive'imda bu yerda mana lishniy my dokument va hokazolar joylashgan. Va mening faylim esa quyidagicha. Demak, antiquy, ya'ni biz hozirgi mana bu masalada ko'rib o'tgan barcha kodlarni men o'zimga import qilib oldim. Uning uchun men quyidagi kodni sizlarga ko'rsataman. Demak, buni videoni to'xtatib yuklab olishingiz mumkin o'zingizga. Xo'p, demak, birinchi ruxsat beraman va git clone qilib o'sha GitHub'dagi EOEI'ning 2025-fayllarni yuklashimiz mumkin bo'ladi. Bizda demak, men yuklab olganman buni. Hammasi tayyor. Xo'p, endi qiladigan ishim quyidagi kodlarni ko'rsatib o'taman. Undan oldin men bir narsa aytmoqchimanki, men oldindan bu demak, sun'iy intellekt bo'yicha shug'ullanib kelganim uchun quyidagi loyihalarni qilib o'tganman. Misol uchun, oddiygina deep learning ko'radigan bo'lsak, demak, menda quyidagi demak, loyihalarim bor. Demak, autoencoderda ham loyiha qilganman, CNNda ham, demak, GAN bilan ishlaganman, Perceptron eng sodda tushunchalar bilan ishlaganman. Demak, RNN bu matnlar bilan ishlaydi va Transformerda ham o'zimning loyihalarimni bajarib o'tganman. Xo'p, endi keling, bitta tahlil qilib olamiz. Demak, bizda quyidagi baseline bor. Demak, baseline'da men mana bu kodlarni yozib chiqqanman. Demak, birinchi bo'lib men Google Colab'dagi faylimga ruxsat berdim va ruxsat bergandan keyin uni bitta ishga tushiramiz. Mana bu tugmachani bossak, bu bizning kodimiz ishlatadi. Xo'p, internet tezligi bizlarda muammo bo'lyapti.
Hop, keyingi kodda kerak ko'radigan bo'lsak, demak, men birinchi u qaysi papkada ekanligini ko'rsatib o'tganman va hozir qo'shib olaman buni. Men ruxsat berishim kerak bo'ladi o'z faylimga va buni bosdim, продолжить. Agarda men ruxsat bermasam, mening fayllarimni Gulcolab ishlata olmaydi. O'shaning uchun men ruxsat berishim shart. Bu kodlarni men to'g'ridan to'g'ri bizga bergan baseline kodlardan olganman va ko'radigan bo'lsak, mana bu faylni bosadigan bo'lsak, menda drive ochildi. Demak, drive'ni bossam mana my drive chiqadi. My drive'ni bosadigan bo'lsam, menga mana bu kod bilan, ya'ni IOEA 2025 degan papkani yuklab bergan edi kodimiz. Xuddi shundan iborat bo'lgan kod beradi bizga mana bu yoqda mana. Demak, IOEA 2025 turibdi. Demak, IOEA 2025 ni bosadigan bo'lsam, mana bizda individual, ya'ni to'laligicha bu o'tgan yil Xitoyda bo'lib o'tgan olimpiadaning masalalarini bizga taqdim qiladi. Bu juda ham bizga qulaylik yaratadi. Sababi, misol uchun men uni agarda o'zimning kompyuterimni lakada oladigan bo'lsam, mening kompyuterimni juda ham sekinlatishi mumkin yoki boshqa bir muammoga uchrashi mumkin bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilib qolamanki, demak, biz Gulcolabda ko'proq AI masalalarini ishlashni. Xo'p, demak, bu yoqda ko'radigan bo'lsak, birinchi mana papkani ochdim. Demak, buni ham ishga tushiraman. Ishga tushdi va training set. Demak, training set mana bu. Demak, men mana buni bosadigan bo'lsam, mana skopirovat put bor. Demak, men o'zimning faylimni nomini mana shu yoqqa qo'shishim kerak ekan. Xo'p, buni ham ishga tushiraman. Demak, ishga tushirdim. Hozirda menda mana T4, ya'ni kuchli server ishlayapti. Xo'p, demak, keyingi kodimizni ko'radigan bo'lsak, biz endi bu yoqda kichkina dataset bo'lganligi uchun men CVM, ya'ni vektorlar algoritmidan foydalanyapman. Juda ham sodda, oddiy, hech qanaqa qo'shimcha bizda datasetlar bilan ishlamadik yoki boshqa ishlar qilmadik. Biz ana endi o'zimizning validation va test CSVlarni tayyorlash uchun mana bu tugmani bosaman. Xo'p, bu yoqda mana bizda pred A, ya'ni prediction A va prediction B hosil bo'ldi. Endi men hosil bo'lgan fayllarni masala shartiga binoan, demak, submission zip faylini hosil qilaman. Demak, mana bu yoqdan submission zip fayl hosil bo'ldi va endi keling uni tekshirib ko'ramiz. Qani u qanchalik ishlayapti? Demak, playchani bosdim. Menda juda ham kichkina, demak, aniqlik chiqdi. Demak, 0.47, 0.48. Ya'ni biz bergan mana bu baseline'dagi qiymat hosil bo'ldi. Xo'p, bu baseline'dagi ishlaganim edi. Endi men buni optimallashtirdim. Demak, quyidagicha optimallashtirdik. Boya aytgandek, demak, birinchi uni datasetini takomillashtirib olishim kerak, ya'ni tozalab olishim kerak bo'ladi. Undan keyin esa model tanlashim kerak bo'ladi. Datasetga qarab, masalan, kelib chiqqan holatda va undan keyin esa men giper parametrlarni sozlashim kerak bo'ladi. Va bularni men quyidagicha sozladim. Ya'ni nima bo'layapti bu yoqda mana? Asosiy mana bu yoqqa qarashingizni iltimos qilib qolardim. Bu yoqda 0 bo'lmaganini o'zicha olyapti. 0 bo'lganlarni esa, demak, bizda bu yoqda outputda chiqadigan nollarni esa eng ko'p qatnashgan
bir yoki minus birga o'rniga qo'yapti. Xuddi shuni o'zi mana va eng katta ishimiz ham o'sha joyda bo'lyapti. Ya'ni buning natijasini ko'radigan bo'lsak, bizda natijamiz 0,98 chiqyapti. Juda ham yuqori bizda aniqlikda chiqyapti. Xo'p, AI masalan ishlaganda faqatgina kod yozish emas, o'ylab, uni fikrlab, asosiy masalan mazmunini tushunishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, men yana bir narsa aytmoqchimanki, biz bu yoqda mana demak, skor natijani ko'radigan bo'lsak, mana bu yoqda mana submission abor. Bu nima deydi? Bu biz chiqargan, demak, natijalarimiz. Bu yoqda mana 10 talik chiqyapti. Buni 25 ta qiladigan bo'lsam, mana 1, minus 1 va hokazo. Ya'ni 1 degan haqqi degani, minus 1 degani yolg'on, fake ma'lumot degani. Demak, men yana bir narsa aytmoqchimanki, bu yoqda mana metric spy to'larigacha men bu yoqqa ko'chirib oldim va bu yoqda bizda labels bor. Demak, labelsda nimalar bo'ladi? Uni ham ko'rsatib o'taman. Demak, bu testing label va bu validation label. Bu hozir aytgandek ilmiy qo'mita tomonidan taklif qilingan data hisoblanadi. Va yana bitta narsani ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Bu yoqda demak xo'p, training dataset ochib ko'rsatmoqchi edim. Mana training dataset ochyapman. Xo'p, training dataset ko'radigan bo'lsak, mana bu yoqda mana 10 taga emas 25 qiladigan bo'lsak, demak, mana 1, 2, 3, 4, 5 ta future bor va oxirida mana uning nimasi bor ekan? Output bor ekan. Demak, 0,0,0,0 ketdi. Juda ham nollar ko'p ekan va mana bu yoqda mana minus 1 turibdi. Men boyagi qilgan ishimda birdammi yoki minus 1 qaysi biri ko'p bo'ladigan bo'lsa, nollarning o'rniga xuddi shuni qo'y deb loyihani qayta takomillashtirganman va o'shaning uchun menda yuqori natija hosil bo'lyapti. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Xayr, sog' salomat bo'ling.